Hammalarning qimmatli vaqt ajratib muhokama munbirimizga qatnashganinglar uchun chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Shundaqla tor orqali bu muhokamamizni ko'rayotgan barliq qarindoshlarimga aytaman. Tövəndə muhokamamizga qatnashgan aziz mehmonlarimizni ko'pchilikka tanishtirib o'tay. Hurmatli Abjil Qarajim Germaniyadan, Erkin Berdash Efendi Türkiye'den, Dolqun Eysa Efendim Germaniyadan, Ferhat Urunqaş Efendim Germaniyadan, Doktor Erkin Ekrem Efendi Türkiye'den. Tekrar hoş geldinler. Hoş bulduk. Muhakamemiz Zeydin Yusuf ve Barin İnqilabı'na bağışlangan bir milletninki başıga külfet kelgende milletni qutquzish uchun batırlıq bilan maydonga sakrab tushib, milletni qutqizishga atlanadigan o'g'lonlari yo'q millat tarix betidan o'chib ketadi. Uyg'ur xalqining o'g'il qizlari tarixdan buyon tajovuzchilarga, zulmga qarshi millatni qutqizish yo'lida o'z fidokorligini ko'rsatib keldi. Ular o'zlarining milliy va imoniy burchini ado qilib, o'z xalqining erkinligi uchun issiqqini aziz jonlaridan kechib millatni hurlikka erishtirish yo'lida biz uchun shonliq ulgu va tarixda o'tmas izlarni qoldirib ketdi. Botir qahramon Zeydin Yusuf va Barin inqilobi ana shu shonliq tarixning jumlasidandir. Hurmatli Abjil Qarim efendim, mumkin bo'lsa sizningki shu Zeydin Yusuf to'g'risida sizlar tanqurdash kelisizlar. Aynı vaqtdagi Zeydin Yusufning kim bo'lganligi va shu vaqtdagi bizningki diniy vaziyatlarimiz to'g'risidagi tushanchangizni ko'pchilik bilan o'rtoqlashgan bo'lsak, marhamat. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Yuqorida Anvar deb o'tgandek, har qanday bir millatningki shu millatni saqlab qolish uchun, shu millatningki millat bo'lib mavjud bo'lib turishi uchun o'zining issiq qonlaridan va aziz jonlaridan voz kechadigan vaqtida, iqtisoddan voz kechib, shu fidokorlik bilan o'ttirga sakrab tushadigan vaqtida shu millat mavjud bo'lib turadigan gap. Mana shu yaqinqi yillarda, ya'ni buningdan 30 yil ilgari Zeydin Yusuf Barin inqilobidan chiqib, bu Barin yezisidan chiqib, shu millatni Xitoy osmonli siyosidan, shu Xitoyda izlayotgan 70 qancha yildan beri izlayotgan xalqimizni qutuldirish uchun muntazam armiyasi bo'lgan atom bombasidan iborat shundoq qurol kuchiga ega bo'lgan Xitoy jallodlarga maydisini ko'krak kirib chiqib, ularga jang e'lon qilishi shu tarixdan o'chmaydigan Uyg'urlarning ichidagi qahramonlikning nishonasi. Zeydin Yusuf ve onun dostları, Zeydin Yusuf'ninki hem de meningden bir 2-3 yaş çoğun keladi. Bu tug'ilgan vaqti 64 yıl tug'ilib ketgan. Gerçi hem de şu Xitoyning atom bombasi va Xitoyga taqobil turishni, uningga teng kelib vatanni ozod qila oladiganligiga albatta uningki taqobil tug'idek qurol yarog' kuchi bo'lmasmi, uningki imoni, vijdoni, milliy kuchi Xitoyning atom bombasidan kuchli bir ruh, kuchli bir iman sunmas, ölmez bir aqida bo'lganligi uchun Xitoydek bir tajovuzchi dunyoni yutg'anaman devatgan mushunda bir jallod zolimlarga qarshi maydisini ko'krak kirib o'ttirga tushishi va uning do'stlari bilan bu inqilobni boshlashi biz Uyg'ur xalqininki qalbida mangu o'chmaydi. Şu Zeydin Yusuf şu inqilobni boshlagandan keyin xalqimizning ichida har qaysi joylarda uyg'unish, bu inqilobga Uyg'urlarning ozodlik harakatiga bo'lgan intilish her jihatlardan o'ttirga chiqdi. Ammo buningki g'alaba qilolmaslik albatta kuch manzilasiga berib taqiladi. Zeydin Yusufninki hamda shunday fidokorlik bilan o'ttirga tushishining o'zi bizning qalbimizdagi o'chmaydigan bir ruh, o'chmaydigan bir qahramonlikninki namunasi. Xitoy tajovuzlari shu Zeydin Yusuf va uning Barindagi shu inqilobni bostirgandan keyin shu Barin yezisida butunlay xalqimizni, bir yezning odamlarini qirib, yosh bolalarni qo'ymadi.
Eningden sırtma hazır kadar bu yaşlarını öldürüşke davamlaşıvatıdı. Bu ezelden Xitay bizning Uyghur xalqini ölümge mahkum qilib bo'lgan, irqiy qirg'inchilik qilishga hukmni qilib bo'lgan. Fakat hazır Xitoyninki shuni ijro qilish bosqichida ketyotidi. Buningdan mana 30 yil ilgari Zaydin Yusufdan iborat, Zaydin Qaridan iborat bu qahramonimiz gerçi bir yezda tug'ilgan bo'lsa-mu, bir oliy maktab, siyosiy bir basholarda, universitetlarda o'qimagan bo'lsa-mu, Xitoyning ashu irqiy qirg'inchiligini allaburun to'nib yetib, fidokorlik bilan mushu jinni o'ttirga qo'yib bu inqilobni boshlamasa, bu Xitoyninki Uyg'ur millatidan iborat bu millatni tugitib yetadiganligini göz oldiga keltirib turib bu inqilobni boshlagan. Afsus, ba'zi imkonsizliklar ve o'ttirliqdagi xoinlarning sababidan muddatdan burun pash bo'lib bu inqilob Xitoy tarafdan og'ir darajada bostirildi. Shu Barin inqilobi yuz bergan chog'larning o'zida Baringa berib qolgan, hattoki Qashqarga borgan odamlarni, yoshlarni, xususan shu diniy zotlarni nima uchun bording, nima ishga bording deb butun yoshlarni shu dinda o'qigan talib ilmlarni soqchixonalarga akirib so'rab, shunday qattiq so'ragan. Mana men şu Barin inqilobida bu inqilob qo'zg'algandan keyin Xitoyning eng jiq so'roqiga uchragan. Gerçi Baringa bormagan bo'lsam-mu, Barin inqilobiga bevosita qatnashmagan bo'lsam-mu, sen Barinda nima bo'lganligini bilamsan. Iyada do'stlaring bormi, borganmi deganga o'xshash soqchi tarafdan tugumas bir so'roqqa duchor bo'lgan inson bo'lish sifatim bilan bu Barin inqilobininki Xitoyni ne kadar buningda qo'rqatgan, yuragiga bir vahima solgan bir inqilob ekanligini deyalayman. Bu Barin inqilobi qo'zg'algandan keyin butun Sharq Turkistonning har qaysi joylarida mushu islom aqidasi bilan, saf aqida bilan yetishib chiqqan talib ilmlarni, qari Qur'onlarni Xitoy soqchilari uni ta'qib qilib, so'roq qilib, uningki orqasiga adam qo'yib paydoqlagan. Bu inqilob hamda ikki jumhuriyatimiz qurilgandan keyin Sharqi Turkiston tavasida eng cho'ng bir Xitoyga qarshi berilgan biz Uyg'urlarning ruhi tahi o'lmadi, iymon e'tiqodimiz tahi o'lmadi. Biz Xitoy emas, biz Uyg'ur bo'lib yashaymiz. Bizga erkinlik kerak, bizga mustaqillik kerak. Biz sana bosh egmaymiz degandan iborat mushu signalni berish uchun bu inqilobni qo'zg'agan. Haqiqatan bu Xitoyninki şu askerler Barin inqilobi bo'lgan vaqtida ikki tog'ning ikki tarafiga chiqib, ma tarafga bir o'qni aytib qo'yib, uningki yan bir tarafga o'q etib, o'zlari chekinib, bu Xitoyninki askerlar bisi bilan tong atqicha so'qishib, Xitoyning askerlaridan nurg'un askerlarninki o'lganligi bizni shu so'roq qilgan soqchi tarafdan deyilib o'tgan masala. Shuning uchun bu Barin shahidlarimizni chin qalbimizdan eslaymiz, ularning ruhini Cenab-ı Allah'dan rahmet dileymiz. Cenab-ı Allah ularga Cennet-ül Firdevs'ni berişini Cenab-ı Allah'dan dileymiz. Bu Barin inqilobi bu vaqtning o'zida her qaysi jutdan jutqa chazılarni qurib, xuddi bir davlatdan yana bir davlatga o'tganga o'xshash shu chazılarni qurib o'tkazib insonlarni bir mahalladan yana bir mahallaga o'tishga chazılarni qurib mushu shaklda insonlarni nayda bizning xalqimizni kontrol qilgan bo'lsa-mu, ya'ni xalqimizning ruhi, xalqimizning iymon e'tiqodi sog'lom bo'lganligi uchun hozirga qadar bu inqilob vatan ichida va sirtida davomlashib kelyotdi. İnşallah mushu Barin şehitlerinin, Barin kahramanlarınınki hususan Zaydin Yusuf'tan ibaret bu Barin inqilobininki lider bo'lgan Zaydin Yusuf'ninki izidan mansaq inşallah Xitoy ustidan g'alaba qilamiz deb qarayman. Rahmat. Ko'p rahmat, hurmatli Abdul Qarajim, atrofli tushuncha berdingiz. Xuddi siz degandek bu inqilob mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, ammo aciz bir milletninki düşmanga qarshi eng kuchli quroli uning g'azab nafrati. Shu g'azab nafratlar yalqinga aylangan vaqtida mag'lubiyatdan xoli bo'lamiz. Cho'qim g'alaba bizning qo'limizga keldi. Ko'p rahmat. Hurmatli Erkin Bardash efendim. Barin inqilobi mag'lub bo'lgandan keyin Xitoy hukumatiningki umumyuzlik Uyg'urlar qaratgan siyosatida zo'r o'zgarish paydo bo'ldi. Shundaqla Uyg'ur yoshlari Xitoy hukumatiningki bevosita zarba beradigan
nişanıga aylanıp bir türküm yaşlar naq tutuldu. Siz şu jarayonda naq tutulganlarning qatorida tutulup Barin inqilobiga qatnashgan suyimli qarindoshlarimiz bilan turmada birga yetish imkoniyati bo'lgan. Siz şu jarayon shundoqla Barin inqilobiga qatnashganlarninki siz bilan birga o'tkazgan kechirmishlari to'g'risidagi tushanchangizni o'rtoqlashgan bo'lsak. Marhamat. Avazınız içersiniz. Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysi yerlerdeki aziz qarindoshlar, hammalarning shu vaqti ve Ramazan ayinlar mübarek olsun. Xayrli olsun hem de. Men bu Barin inqilobidagi qarindoshlar bilan tanışış ve ular bilan turma hayatımda birga o'tkazishga muyassar bo'lgan bir kishiman. Bu Barin inqilobi biz Sharq Turkistonliklar uchun har yili 5 aprel kuni dunyoning har qaysi joylarida hayajon va faxrlanish ichida eslaydigan bir kun. Hem g'urur ve iftixor ichida bu inqilobda o'zining qimmatli hayotlarini qurbon qilgan shehidlarimizni xotirlaydigan bir kun. Hem milliy ruhimizni uyg'otib, dushmanimizga bo'lgan nafratimizni eslab oshiradigan ve şu Barin inqilobi qahramonlarining ish izlari, fikr tushanchalaridan madad, aql ve inqilob taktikalarini o'zlashtirishga tirishadigan bir kun. Bu Barin inqilobi biz Uyg'urlar uchun, ya'ni Sharq Turkistonliklar uchun nihoyat ahamiyatli bir inqilob. Onunki ahamiyatli bo'lishi bayatın Abdul Hacim so'zlab o'tganga o'xshash, bu Uyg'ur xalqi uchun bir uyg'unish hem zulmet içindeki bir nurluk meşal deb qarayman ben bunu. Hem de biz 40 yıl yani 1950 yılı yani 49 yıldan bu yankı en çok bir inqilobimiz hesabında. Onun için bizninki Xitaylarninki bu atizm terbiyesi, marksizm terbiyesi de unutulup kitivatkan dini itikadımız ve milli kimlikimizni tunuvelişimiz için bir ilahi küs süpüdüde. Xuddi zamanında Muhammed Aleyhisselam vahiy tushganga o'xshash biz Uyg'urlarninki şu xamush ruh holatimizni tuzitish uchun bir ilahi küs süpüdüde bo'lgan bir voqea deb o'ylayman, ya'ni inqilob. Hamda Barin inqilobi tuxumni tashqi urish, ya'ni nurg'un insonlar deydi ki bayatdan kim deganga o'xshash bu mayli nüfus jihatdan mayli askeri kuch jihatdan qaragan vaqtida nihoyatda cho'ng farqlar bo'lsinmi, favqulodda cho'ng farqlar bo'lsinmi, endi bu tuxumni tashqi urish mumkin bo'lmaydi deb o'ylaydi nurg'un kishilar. Ammo bu Barin inqilobi tuxumni tashqi urishda bir haqiqat ve bir mo'jiza borligini dunyoga o'rgatgan qonliq va shonliq bir dars deb qarayman. Yani bir tarafdan bizdeki bir hikmetli sözümüz var. Yetip ölgüçe etip öl deydigan. Şu hikmetlik sözümüzninki mukafatının şehitlik ekanligini ispatlagan. Hem de bir milletning ümit ve jasoratinin manbasi şu milletni yetakligüçi yo'lboshchi ekanligini haqiqiy bir ispatlagan bir delil deb o'ylayman bunu. Bu to'g'risida endi tarixdan buyon 30 yildan beri her xil baho berishlar bo'lib keldi. Bu ham o'zlarininki shaxsiy nazorat etadi. Shuningga men avval so'zimni boshlashdan burun şu Xitoyninki 1884-yili vatanimiz Sharq Turkistonga bostirib kirgandan tortib ta hozirgacha şu vatanimizning ozodligi, millatimizning hurligi, iman e'tiqodimizning pokligi uchun, avlodlarimizning go'zal kelajagi uchun ateş bulup yangan. Zalim Xitoy tajovuzlariga qarshi haqqoniyat yo'lida istiqbollarni fidokorlarcha qurbon qilgan son-sanoqsiz jangovar qurbonlarimizga şehitlik mertebesi tileyman. Amin. Bu Barin inqilobini meninki dastlab
anlagan ve bilgen vaktim şu 1990 yılı 5. April günü yani Perşembe günü itti. Şu günü ben Abnum raylık statistika idarəsininki bir xadimi bolu sübütümüz bilen Atüş şehirde 4. qatımlıq memleketlik nüfus tekşürüş xadimlerini terbiyeleş yığını içvatattık. 5. April günü ettigende biz günlük faaliyetlerimiz 2. ıslah başlanğan yığınımız ama 5. ıslah kelgen vaqtida yani bizning yığınninki 4. günü bu mehmonxonada bütün askerler, qurolli askerler qorshab bizni hech bir yerga chiqqili qo'ymadi, yotoqdan hatto chiqqili qo'ymaganda. Şuna nima ahvol bo'lganda biz bilinmay tursak, bir chog'da viloyatninki Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblastininki ba'zi amaldorlari kelib, biz ma Urumchidan kelganlarga qisqacha shunday bir ma'lumot berib, shu nimada Aqto'da yani Barin yezisida shunday bir qism kishilarninki shu qirg'inchilik nima bir qism kishilarninki to'plam qilganligini va uningki xatarlik ekanligini, uning uchun bizningki hayot xavfga uchramaslik uchun bizningki hech bir yerga harakat qilmasligimiz uchun uni askarlarning qo'g'diganligini shunday bir tushuntirish berdi. Keyin o'qisak hamda shu qatimqi yig'inda hamda shu janubdagi 3 viloyat va bir oblast shahrininki shahar, noya va yezlardan kelgan eng az 350 ga yaqin Uyg'urlar bor bu yerda. Uyg'ur kadrlar. Şu 22 yaşdan 35-40 yaşlargacha asosiy yoshlar bo'lgancha bular hamda bizninki yoki uyg'onib ketishimizmi yoki hamda shunday u yerda bir har yerda yig'ilib qolgan bir kuch bo'lgancha qo'rqish sababidan shunday bizni tutib turish uchun askarlar bilan qo'rishgan keldik. Shuningdan keyin men Barin inqilobininki shu chog'da hamda 5 April kuni Aqto'niga Barin yezdiki bu inqilobdan xabar topgan ham uningki qanchalik hukumatni qo'rqinch solganligini shu yerda his qilgan. Keyin har qaysi viloyat noilalardan kelganlarni yig'inimizni davomlashtirishga ruxsat qilmay turib, mashina bilan kechlab yo'lga selyapti. Bizni mana shu Urumchidan kelgan 20 nechalar batdiq. Bizni mana shu Qashqar aerodromga kechida chiqyapti avtobus bilan. Şu yol jarayonlarida şu bronik mashinalar, askarlar, hatta araliqdagi şu biz aerodromda saqlab tursak, tikchor aeroplanlarninki kelib ketgan shunday bir jiddiy bir vaziyatni ko'rgan. Hatta bizniki Toshqo'rg'onga chiqadigan xizmatimiz batdi. Uningga ruxsat qilmadi, bizni Urumchiga yo'lga selvetib, shunday bir jiddiychilikning bo'lganligi shuadiki hamda Barin inqilobininki qanchalik bu hükümetni yani Xitoy tajovuzchilarining qo'rqitganligini shundan his qilib olg'ili bo'ldi. Buniki jarayonlari, u yerda bo'lgan voqealar, Zayd Yusufninki ish faoliyatlari to'g'risida nurg'un yozishlar bo'ldi. 30 necha yildan mobaynida biz buni eslab xotirlab kelyapmiz. Men bu to'g'risida vaqt sabab bilan ba'zi narsalarni pek tafsili to'xtalib o'tmay, shunga ham o'zimga oid bo'lgan ba'zi o'zim his qilgan masalalar to'g'risida hamda qisqacha bir fikrimni o'tirib qo'yay. Barin yig'insiniki jug'rafiyalik muhitini aytib qo'yaq. Men keyingi yillarda bir ziyoratga chiqqandim u yerga. Qurg'oq suv sababidan terchiliklarimiz nihoyatda zo'r bo'lgan hamda qo'l o'ranchilik, chorvachilik bilan jama qiladigan mana Abnum rayon bo'yicha Namrat yezlarninki bir skanto. Suvninki shunchalik darajada qisliq sababidan munbat tuproqlarini odatda suv yetishmaganligi sababidan 2 yilda yoki 3 yilda bir navbatlashtirib teriydigan bir ahvol bor ekan. Mesela şu Zayd Yusuf'ninki bazı bir nutuklardımı bilvalar biz belki sizlerle anlayan buluşunlar mümkün. Xitaylar bizi kelgan suvni muşlar kesip bizninki susuz qo'yganligimiz uchun biz mana yilga namratlashib ketyapmiz degan ashna bir nutuqlarim bor. Buni hammalar anlagan bo'lishinglar mumkin. Shunaqa men bu yerda bu to'g'risida yana tafsili so'zlab o'tmay, bana Barin inqilobi to'g'risida hamda eng ta'sir qilgan, ya'ni yaqinda
bana karşıma çıkan bir narsa var. Bunu bir yerde emanlar bile ortaklaşını muvaffak gördüm. Şu Xitay Yutian Çöng degan bir Xitay Kirzizga to'lgan Janubiy Shinjang degan bir yozmasini, maqolasini 2008-yili 9-oyning 1-kuni men shu medialarga qo'yib etdi ekan-ku buni. Qo'yib etgandan keyin buningda bu nayt uzun bir maqola hamdi. Shuningda shu Barning Cloud to'g'risida shu markazdan kelgan bir Xitoy amaldorining bir eslamasini yozib qoldirdi bu yerda. Bu Xitoy 1991-yili markazdan Urumchi keladi. Urumchi kelgandan keyin bu Aqsu, Atosh, shu janub tarafdagi Xitoy amaldorlarga Xitoy soqchi, anandagi shu ishlab chiqarish qurilish binalariga bir madad berish uchun ularda bir qo'rqinch kirgan ekanda, madad berish uchun atayim bu shu janub tarafga bordi. Berib shu Barning Cloud'ni bostirishda eng burun vazifani ustiga olgan ishlab chiqarish qurilish binalari 3-diviziya 41-polik. Bu polik hamda Aqto'y yezisiga eng yaqin bo'lgan bir polikka bu yerda hamda normalda binalari bu Xitoylar herkes bizga nima qilib ko'rsatmaydilar. Askar qilib qurolliq askar qilib ko'rsatmaydi. Faqat uni shu normal bir puhra teriqchilik qiladigan yer terish bilan shug'ullanadigan mana bir kishilar deb tushundirdi, ammo amaliyotda unday emasligi bu yerda isbotlandi. Shu Xitoy amaldor o'zining aslamasida mundaq deb yozdi. Bu xizmatlarni tekshirib, shu 3-diviziyaga berib, bu kunduzlar xizmat tekshirib, oqshomlarda bu bilasizlar, Xitoylar yeb ichishga, keyf qilishga noitda o'zini urib etadigan bir millat. Bu oqshomda hamda shu diviziyaning 3-diviziyada bu kadrlar bu Xitoy amaldorlari bilan paranglashib, aroq ichib o'tirish jarayonlarida u yerda bir Uyg'ur yo'q. Kunduzi xizmat jarayonida bir ishga Uyg'ur bo'ladi ekan, oqshom taraflarda Uyg'urlar avtomatik holda o'zlarininki uylari qaytib bular bilan aralashmaydi ekanda. Shu yerda bir Xitoy komissar naayda qin-qiniga patmagan holda shu aroq ichib olib, mas holda shunday bir gapni qilgan ekan. Buni aynasini men sizlarga o'qib beray hozir. Şu çağda biz puhadan çıkıp aldık dese, adamlarını gördün mü ok çıkarsanlar boldu. Er mi, ayal mı, ker mi, yaş mı, oylaşmaysan. Herkes rehim kılmaysan. Çünkü kim toplancı, kim emez ayrıyalmaysan. Uygurlarının hemmisinde bıçak var. İkilensanlar seni ötürü etedi. Onun için biz közümüzün yumupla attık. Hatta bazı kentlerini asasen kırıp yo'qotdik. Şu Barning Cloud to'g'risida hamda bizningki qarindoshlarimizningki aslamalarda shu bir çocuk deb soldim. Bir buvaqninki vujudidan 70 necha pay o'q chiqdi deganni anglagandik. Ammo shu Xitoyninki yuzining eg'izidan maşinchilik darajada iqro qilgan xarakterdagi bu so'zlardan hamda shu yerda bu Xitoy tajovuzchilarininki qanchalik darajada vahshiyona qirg'inchilik qilganligini biz ko'rib yetamiz. Shundan ham ba'zi jarayonlar bayatdan Abdulazim so'zlab o'tganga o'xshash. Shunga men bu Barning voqeasi to'g'risida yana ba'zi ahvollarni tafsil yana so'zlamay endi, chunki bu tarixdan burun 30 necha yilni biz so'zlab kelyapmiz. Endi ben 1994-yili 7 fevral günü yani Xitoyniki çağırniki harp günü beni Urumchi shahri qamoqxonadan shu Abdumraylik 1-turmaga olib borgan. 1-turmaga olib borgandan keyin beni udullamlar shu qattiq boshqarish atrati deb bir atrat bor ekan, o qattiq boshqarish atratiga 17-atrat hamda.
Aşağıya kirib, şu yerda meni ayrim bir yatak kamera solidi. Bu qattiq boshqarish shatrida shu 7 lamli kamera bor. 7 kamerdan hamda keyin bir necha kundan keyin men bilmayman hamda. Masalan, 1-numərli kamerada Abdikerim Abduveli bor, 2-numərli kamerada Jamal Mehmet bor, 3-numərli kamerada shu Barning inqilobchilari bor. Anadan meni 5-numərli kameraga soladi, 7-numərli kamerada shu Xotandan kelgan, Xotandan tutilgan shu Abduxabir va Abdumijid deb ikki birodarimiz bor. Ama bu qattiq boshqarish shatrida kengri ketgan egiz tamliq bir g'o'yla bo'lib, uningki hamda shu bir korpusda shu mahbuslarniki kameralar bor, bir korpus ham shu Gundupaylarniki ishxonasi, yotoqlari, anadan sinib, anadan keyingi vaqtlarda shu sex ishlab chiqarish sexlari bo'lib ketgan. Anadan keyin tarafda shunday bir xala joylarimiz bor. Degandek shunday bir ya. Ham normalda bu birinchi turminiki boshqa atratlarda darvoza qaraydigan normaldagi ijtimoiy mahbuslar faqat bu qattiq boshqarish shatrlarida bu darvoza qaraydigan askarlardi. Shunchalik darajada ching tutdiki, bu yerda biz siyosiy mahbuslardan shu bir nechalar hozir deb o'tib ketganlar bor. Undan boshqa bu qattiq boshqarish shatrida shu boshqa atratlarda shu chog'da birinchi turmada 24 atrat bor. Har bir atratda bir o'tir hisob bilan bir 250-300 dan mahbus desakmi, ish qilib xalijiq gap bu. O'sha boshqa atratlarda shunaqa xatolik o'tkazgan, urush jidal qilgan, Gundupaylarning gapini anglamagan yoki o'g'irlik qilgan yoki boshqa bir sabablar bilan shunday xatolashganlarni o'tkazgan xatoligininki nimasiga qarab 1 haftalik, 15 kunlik, 20 kunlik, 1 oylikda ko'ziga, put-qo'llariga kishan silib bizdan mishaga kirib qo'yib, mush qattiq boshqarish shatriga kirib solab qo'ydi hamda. Biz siyosiy mahbuslardan biz va hamda bizning yanimizda shunaqalikda jazolangan ijtimoiy mahbuslar bor. Uniki Xitoy bor, Tunguni bor, Uyg'ur bor, Qoziqi bor degandek millat ayirmaydi hamda. Hamda bu her bir kamerada hamda shu bizga qarab turgan bir aldin milliy 2 yoki 3 taldan shunday tungan Xitoy var. Bizni nazorat qiladigan. Her birimizni nazorat qiladigan. Ham bu masalan Uyg'ur yoki Qozoq milliylar bo'lsa, asosan shu Qarmay Cho'chak yoki shu Tarbaqatay tarafdan kelgan Uyg'urlarni chihra qilib nazoratchilik saldi. Janubdan kelganlarni asosan ishlatmaydi. Ham bu hamda keyingi meni his qilishimda shu bu ba'zi bir aloqa ishlari, anadagi diniy e'tiqod ishlari, anadagi millatchilik qarashlari shimol tarafdagilarning ozroq sus bo'ladi deb o'ylash mumkin. O'ylaydiki, shuning uchun bu janubdan kelganlarni asosan janubdan kelgan ijtimoiy mahbuslarni nazoratchilik ishlatmaydi. Ham bu o yerda atratda men kirgan vaqtida shu Hamdulloh deb bir atrat boshliq ekandik, Gundupay. Bu Hamdulloh akamiz bizniki derdimizni jiq tatdi. Bizning derdimizni tatishning sababi shu bu Hamdulloh degan kishi 1970-yildan buyon ham Gundupaylik qilgan ekan, shu Tarim turmida u yerda shu Nizomdin Huseynkam rahmatlik zamonida shu Hamdulloh degan kishiningki qo'lidan qochib ketgan ekan. Qochib ketib buniki derdini Hamdulloh degan kishi jiq tatib, keyin anadan bu oila do'stlari bo'lib bardi keldi qilib bu Nizomdin kamninki uylarga berib kelib shunday doim suhbatlar bo'lgan bo'lg'achqa, ammo shu keyingi vaqtlarda bizningki shu ahvolimizda nihoyatda yaxshi yetakchilik rol o'ynagan bir kishi bu. Shu chog'larda masalan shu Nizomdin kamninki hatto Do'lqinning salomlarini yetkazgan bizga. Hamda shu ba'zi kitoblar yo ba'zi turmush buyumlari bir narsani kirgizib berib, masalan hamda bizga eng jiqqa yordamlar nima degan vaqtida masalan fursatli bo'lsa bizga aptaplanadigan yoki bir harakat qiladigan shunday bir fursatlarni yaratib berish. Qo'lidan chiqish kelmaydi masalan u yerdagi milliy Gundupaylarniki. Ammo shunday bir ishlarda bizga jiq yordam bo'lgan.
Hem bu yerdeki barın inqilobiga munosabatli bo'lgan mahbuslardan, tutqunlardan kim bor desa, birisi Jamal Mehmet. Yani biz bu yerde Jamal Qari deb qo'yamiz. Söz sal uzab ketdiga o'xshaydi. Jamal Qari şu çağlar 40 yaşlarda bulup, şu Şarkı Türkistan İslam Partisi'ninki Zeydi Yus Başkomandan Abdülgani Tursun Orunbasar, anadaki Jamal Mehmet harbiy komandan bo'lgan. Şu barın inqilobi qo'zg'alib uzmayla tutib qolgan bo'lg'achqa bu muddatsiz qamoq jazosi berilganka. Undan keyin hamda Turg'un Saqi, Turg'un Isoqmi deb qo'yamiz, ya'ni oqsoqol deb qo'yamiz. Shunday soqoldir bilan ko'rgan, men birinchi qatim ko'rgan vaqtimizda. Bu 45 yaşlardaki sırçılık bilen şug'ullanan kasbiy ünlü sırçı. Şu Şarkı Türkistan İslam Partisi'nin ikinci Korallı kısmının komandanı ve Ahmet Mehmet'in yardımcısı. Bu Ahmet Mehmet hem bu Ahmet Qari deb qo'yamiz 43 yaşlarda bu imamlık qilgan şu çağda bir mescidniki imamı. Bu Şarkı Türkistan İslam Partisi'nin meblağ toplaş ve tebliğ teşviqat işleri mesul kişiken top. Bu işkilerini hem de muddessiz kesken keyin Turg'un Saqi 2000-yili, Ahmet Mehmet 1990-yili shu Xitoyninki zulm qilish sababi bilan shehid bo'lib ketdi. Buning xabarini men aniq bilaman. Undan boshqa Turg'unjon Xo'ja. Turg'unjon Xo'ja degan kishimi 32 yoshlarda to'mirchilik qiladigan bir kishi. 2 yil kechiktirib ijro jazosi bergan. Mahat Hasan. Bu kişimi 30 yaşlarda şu çağlarda, yani 94 yılları bu ticaretçi. Bu 2012 yılı Xitoy turmusida ölüp ketgan. Bunu ben keyingi vaqtlarda haberlardan bildim. Bu iki kahramanımız mı? Şu barın inqilobida şu taqqa chiqib, taqqa qochgandan keyin taslim bo'lmay izchil turda 10 necha kun urushgandan keyin oxirisida tirik qo'lga tushgan. Şununla bularni ölüm cezası verip 2 yıl kechiktirishga icra qilgan. Yani birisi İbrahim Ahmet, yani 26 yaşlarda dehqon, yani birisi Nur Sadir degan kishi, Nur To'pi deb qo'yamiz adati, ya da Sadir Palvon deb qo'yamiz. Shu chaqlar 25 yaşlarda bulunma dehqon. Hem bu kishilar hammasi Jamal Mehmet ayrım bir kamerada, bu 5 kişi ayrım bir kamerada. Bizdeki şu çağlardaki tüzümlerimiz nahayeti Çin'de. Ettigen saat 8'den akşam 18 geçe askerlik tüzümündeki müşna başkurattı bizni. Hatta midir sıdır kığıl koymaydıgan derecede şunçilik fattıktı tüzümler. Mesela kançilik derecede diye vakti da mesela kıble karab oltasak namaz okuduğunda çekip koydu bizni. Yüzümüzni silab qo'ysak, duo qilding deydi, putimizni yuvsak, tahorat olding deydi, belikimizni silasak, tayayyun qilding deb chekib qo'yadi. Kunduzlari xiyolimizni, oqshomlari tushimizdan boshqa hamma narsamizni kontrol qilishga urinadigan bir vaqtlardi. Ammo shu kunduzi qiladigan ishlarimiz shu marksizmninki din millat nazariyasi, ananki shu kompartiyaninki din millat qonun siyosatlarini har kun o'qiydik, yodlaydik, har kuni ta'sirat yozg'izatdi. Shunchalik darajada hamda odamni bizar qiladigan darajada hamda. Keyin shu bo'ldi, bu yerlarni atlab ketay. Bu turmadagi jarayonlarni bak tafsili so'zlab kelsak, vaqt uzun ketdiga o'xshaydi. Şu türmedeki vaxtlarımızda hem de bizne keyingi vaqtlarda türme kanunu çıktı. Onu da işlep çıkarışga qilish kerak. Ana degan texnika, bilim jihatdan tarbiyalanish kerak degan şu türme kanunundaki moddalar bo'yicha biz tashkillanib turib şu o'zligidan o'rganish intihomilar qatnashdik, ishlab chiqarishlar qatnashdik. Hatta şu remont, şu qartaxtı geziti chiqarish, anadagi yangi hayot geziti deb bir narsa bor. Bir gezit bor hamda şu turm boshqarish idarasi. Shunaqa maqola, she'r, xabarlarni yozishlar orqali şu o'zimizningki ba'zi nomerlarimizni o'stirdiganga shuna bir harakatlarni qilgan. U yerda şu sirtga o'xshashlar 100 nomerlik tuzum bor. Nomer qo'ydi. Shu bo'yicha anadagi baholaydi. Mesela türüm boshqarish idorasi turmalarni yilda 2 qatim, turmalar atratlarni oyda 1 qatim, anadagi mahbuslar bo'lsa, shu
haftada bir qatim shuna bağlanadigan bir ahvol. Shu bo'yicha endi bu maniki o'zgarish ahvoli yaxshi, ma'ning nachar deb ashunaq bir nima qiladi, baholaydi. Masalan shu Hamdullah degan Gundupay, Hamdullah degan atraf boshlig'imiz zaten 2 kunda 3 kunda bizni chaqirib velosipedlarni remont qilg'izadi. Birsi bizni aptab ko'rvasin. Masalan qiz issiq havola bo'lib qolsa, masalan bir salqin yerda daraxtning soyasida o'tirib velosipedni remont qilamizda, bir ta velosipedni remont qilish uchun bir kun sirtlarda havoga mana bir fursatlarni qilib ham puanimiz oshadi, ham bir harakat qilish fursatlari bo'ladi. Keyingi vaqtlarda shu kechirim tuzumlar chiqdi. Anadan keyin shu bo'yicha shu Barning Cloud'dagi muddatsiz kesilganlarning kechirimlari bo'ldi. Muddat ularning 18-19 yillarga tushirilgan. Hamda shu 97-yilgi G'ulji voqeasidan keyin bu jarayonlarda hamda bu Xitoy hukumati hamda bizni tarbiyalab o'zgartiramiz deb pozitsiya tutadigan vaqtda shu 97-yil G'ulji voqeasidan keyin G'uljidan tutib kelgan bolalarning hammasini, ya'ni yigitlarimizning hammasini ayrim bir atraf qilib solab, anadagi bu birinchi turmi tavasidagi butun siyosiy mahbuslarni 10-atrafda bir atrafga solyapti. Bu yerga solgan vaqtida har bir kamerada 4 tal kamera bor. Kamerada 7-8 siyosiy mahbus, 4-5 dan ijtimoiy mahbus bizni nazorat qildigan. Bu yerda biz shu qorong'u nimada o'ltirmiz degandan kashkish askardak, ammo bekor o'ltaman bu yerdan ishlab chiqishga uzatdi. Masalan, Popayka to'qiydigan, palay to'qiydigan, purchoq adolaydigan jiq hamda bu jarayonni so'zlab kelsak bak jiqish bo'lib ketadi. Shuning hamda buni bak tafsili so'zlashgan keyinchalik fursat bo'ladi deb o'ylayman. Shuning bilan hamda bu birinchi turminingki bu vatanimizning har qaysi joylaridagi turmalardagi siyosiy mahbuslarni to'plab, bo'lib ularning asosli g'olliq odamlarni to'plab, hammasini ashada tutib turadigan, tutib tursak bo'ladi degan ajna bir pozitsiya bilan nihoyat qattiq boshquradigan bir vaziyat shakllandi. Bu yerdagi ko'rgan shu bilganlarimizni tafsir so'zligim batida ham buni xayram keyin fursat bo'ladi. Ammo shu Barning Cloud'dagi shu 5 qahramonimiz, yani ayrim kamerada solangan 5 Jamal qarilar bilan birga biz endi dastlabki vaqtlarda hech qanday uchirish fursati bo'lmaganda keyingi vaqtlarda bu nihoyatda ishlab chiqish jarayonlarida, anadan o'rganish jarayonlarida, o'zligini o'rganish, intamisi qatnash jarayonlarida biz bir fursatlarni bo'lib asosda uchirish orqali nurg'un suhbatlarni qildik. Ular bilan muңdashdik. Ular bilan dardlashdik, ularning ba'zi bir ahvollari, aşağıda ko'rgan bilganlarini, ba'zi ahvollarni endi men bu yerda endi shu qisqacha bir tövanda menga bakroq ta'sir qilgan ikki ahvolni deb deyishni muvofiq ko'rdim. Shu rahmatlik Zaydin Yusuf dastlabki vaqtlarda 1989-yilning boshlaridan tortib rasmiy harakat o'tib yuzdan yaqinlarini boshlab qilish jarayonlarida bular avval shu Jamoliddin Mehmetning uyida shu Sharq Turkiston Islom partiyasini qurib, keyingi faoliyatlarini qanday elib berish to'g'risida nurg'un suhbatlarni qildi. Suhbatni qilish jarayonlarida Zaydin Yusuf rahmatlik shu yaqinlarga deydigan gaplarning birisi shu Muhammad alayhisalomningki shu Uhud urushi to'g'risidagi voqeani so'zlash orqali bu kishilarga, ya'ni atrofidagilarga bir tarbiya berdi. Ya'ni Uhud urushi deganni balkim sizlarni bilishinglar mumkin. Shu Muhammad alayhisalomningki shu islom tarixidagi musulmonlarningki birinchi qatimliq mag'lub bo'lgan bir urushi. Yani bununki mağlup bo'lish sababi nima degan vaqtda, yani 625-yildagi voqea bu. Yani Makka musulmonlari bilan mushriklar orasidagi bu urushda bu Muhammad alayhisalom bu nihoyat kuchli kelgan shu mushriklarga qarshi turish uchun bir askariy taktika qo'llanadi. Bu taktika qo'llangan vaqtida bu shu taktika qo'llangan vaqtida taktik kullangan vaqtida shu qo'l ostidagi o'qchilarni ham shu nimada
bir tepede, bir döngde aşağını yaxşı saklapmış o kişiler kelgen düşmanlarga qarşı oq etishga buyurgan vaqtida bu yerdagilar bu Muhammed Aleyhisselam'ın gepini anlamay öz aldığı chiqib ketgandan keyin bu strategik bir o'rinni yo'qotib qo'yib bu urush bu mag'lubiyatni bilan oxirlashidi. Buni so'zlab kelib Zeydin Qarim bu yaqinlariga shu bu Çingiz Xonningki shu 7 boshli yılan ve 7 quyruqli yılan degan bir hikoyasini so'zlab berdi ekan. Bu nima hikoya degan vaqtida shu Çingiz Xon vafot bo'lishining oldida butun bolalarni yig'ib shu bir narsani vasiyat qildi. Bolalarga shu 7 boshli yılan ve 7 quyruqli yılan degan bir hikoyani vasiyat qilib qoldirdi. Buningda nima degan vaqtida shu bir yılan bor ekan, bir beshi va 7 quyrug'i bor. Yana bir yılan bor, 7 quyrug'i 7 beshi va 1 quyrug'i bor. Şu xatarlik bir ahval bo'lib qolsa yoki bir harakat qildigan vaqtlarda 1 beshi va 7 quyrug'i bor yılanninki muvaffaqiyatli holda yuzni qo'g'day oladiganligi ham maqsadga yeta oladiganligi 7 quyrug'i bor 1 beshi bor yılanninki 7 xil harakat qilib 7 tarafga harakat qilish orqali oxirsida mag'lub bo'lganligi. Shuni misol keltirish orqali shu buyruqqa amal qilish bir saylab chiqqan bir boshqa ya'ni bir rahbarga itoat qilish ammo shuniki ahamiyati to'g'risida nihoyatda so'zlab bergan ekan. Shunda bo'lgan shu 6 kishimi shu birinchi turmada toki men chiqib ketguncha Jamal Mehmetni yuzniki shu chog'dagi rahbari deb turib Jamal Mehmet nima desa shuni ijro qiladigan holatda shuna bir davom qilgan. Bu endi menga nihoyatda qattiq ta'sir qilgan bir ahvol. Şununla endi men buni bu yerda hammalar bilan bir o'rtoqlashishni muvaffaq ko'rdim. Shunga bu vaqt munosabati bilan vaqt uzab ketdi. Shunga eng oxirida shu Zeydin Qarningki bir bo'lmas degan bir she'ri bor ekan. Men shu she'rni o'qish bilan bu so'zimni tugatmoqchiman. 89-yillarda yerlik bir gazetda shu bir yerlik bir shoir bo'lmas degan bir nom bilan g'azal yozib, ammo shu xurab masalan bizning diniy e'tiqodlarimizni ham shu ba'zi milliy tushunchalarimizni aytdi. Yer ko'rib shunday o'ziniki Junxon millatiniki bir partisi ekanligini yezib ifodalab qilgan vaqtida buningga javoban Zeydi Yusuf Qarim bu bo'lmas nomli bir muhammas yozgan. Bo'lmas. Xitoy zolim, Xitoy dushman, uningla o'zlashib bo'lmas. Xitoy makkar, Xitoy xoin, yo'lida yo'l yurib bo'lmas. Xitoy insof yo'q maxluq, go'zal kunlar ko'rib bo'lmas. Xitoy mal'un, Xitoy arsiz, urushmay qurtulush bo'lmas. Yo'qotmay yovni bu eldan saodat ko'rib bo'lmas. Bu davlatning asl ismi azaldan Sharq Turkiston. Emas Junxo ili hargiz tilingni tort rezil shayton. Agar senda vafo bo'lsa bu davlat bir go'zal jonon, vatan uchun arzgay hatto pido bo'lsa tuman ming jon, sharaf izzat yetib kelmas, vatan uchun bermisang hech qon, janingdan kechmisang hargiz jonon ko'ngling qutub bo'lmas. Xitoy arsiz bu düşmanni yengish uchun ittifoq lozim. Buning uchun har vaqt Qur'on va sunnat tingshimoq lozim. Bu millatning dinini va tilini qo'llamoq lozim. Xitoy mal'unning tongan dinini tillamoq lozim. Inoqlikni asos qilmay Xitoydan qutulish bo'lmas. Musulmonni xurafiy deb yaratmay ko'zga ilmaymiz. Yalangboshni dinsiz deb tushunmasdili tillaymiz. U yerlik u, bu yerlik bu diban odamni xillaymiz. Rezil huquqqa qul bo'lg'ach, rezil huquqchi chillaymiz. Yo'qotmay ushbu illatni saodat ko'rib bo'lmas. Sal vaqt uzab ketdi, hamda hammalardan kechirim so'rayman. Mening so'zim mishagich bo'lsin.
Rahmet, köp rahmet Erkin Badaş efendim. Nihayeti inçike etraflık izahatlarınız için tekrar rahmetimi bildirme. Tövende temimizni davamlaştırımız. Hürmetli Ferhat Muhammed efendim, siz aynı vaqtida yani şu Barin inqilobining oldikayında davrlarda siz vatanda jurnalist, muxbir bo'lib xizmat qilgan. Shu muxbirlik salohiyatingiz bilan ishlayotgan shu davrda Barin inqilobininki kelib chiqish sabablari, shundaqla vatanimizda shu ayni chog'da Xitoy yo'lga qo'yayotgan siyosatlar nimani maqsad qilgan? Siz chet elga hijrat chiqqandan keyin 90 yillarning oxiri Amerikada Barin inqilobiga oid masalalar to'g'risida Amerikada o'tkazilgan guvohlik berish yig'inida qatnashgan. Bu to'g'ridagi tushunchalaringizni ko'pchilik bilan o'rtoqlashsak. Marhamat. Rahmet, hürmetli Enver Efendi, oldu bilen Zeydin Yusuf başçılığındaki bütün barın şehitlerimiz Allah'ın rahmet dileymen, bütün şehitlerimizinki ruhu şad olsun. Siz de ötkününüzdeki de barın inkılabı yüzbeyken 1990 yılı ben Çincan Kılık Radyo Stası'nınki haberler bölümünde partiya hükümet siyasi kanun sahası mesele muhbiri işlevatkan mezgili. Bayım qarindoshlarimiz deb o'tdi. Bu Bari inqilobi yuz bergandan keyin Uyg'urlarning lug'atiga bir yangi so'zlar qo'shildi-da. Masalan, Barin degan bu so'z bir yezning ismi bo'lgan bo'lsa, bu Bari inqilobidan keyin bu so'z inqilob, masalan, kurash, mujodala, jihad degandek ma'nolarni ifodalaydigan rasmiy bir so'zlikka erishdi-da. Undan keyin bu Bari inqilobi yuz bergandan keyin meni hayron qoldirgani bu shu har qaysi sohadagi mayli milliy kadr bo'lsin, o'quvchi bo'lsin, ish xizmatchilar bo'lsin, bularninki hali umumyuzlik ichki izdoshlikka erishgan bir hodisa bo'ldi-da. Balkim bu hodisaninki bir yezlik dehqonlar tarafidan boshlatilgan bir hodisa bo'lgan bo'lishi mumkin deb qarayman. Masalan, sizin bilsizlar nima rapadim shu vaqtda Salom Lutfulloh degan naqshimiz bor-da. Uni bazı yoshlarimiz hatta qo'rqmay ba'zi so'rinlarda Salom Zayniddin degan nimaga o'zgartib u o'qib chiqdi. Hatta ba'zi gap so'zlar taqoldi sizning jurnalistga shu vaqtda Temur Davomatniki ko'zda shundaq barni tashrif kelgandiki ko'zni yosh chiqibdi, yo ta'sir ketibdi degan gaplar chiqdi endi. Men Barin inqilobininki yuz berganligini 4-yilning 6 kun tushdan keyin xabar topdim bir Xitoy muxbiridan. U siyosiy qonun sohasi mas'ul muxbirdi. U shu nima ketgan, u tushdan burun Guantanamo jamoat xavfsizlik nazorati qo'yaman deb ketib, palab paypaslab qaytib kelib, men bilan o'xshash soat bo'lgan ekan. Voy, oldin o'shna janubda chiqibdi deb. Bu nima bo'pti, nima chiqibdi, Qashqarda bo'ldi desam, chunki kallam Qashqar keldi-da, bu 80-yillar Qashqar vaqasi bo'ldi, Qo'g'liq vaqasi bo'ldi. Sen tafsil o'qimayman. Men borsam, bu jamoat xavfsizlik nazoratining noziri Dunyoviy bilan demen battı teriminin batmasım Mağun Nazir Abdurishitdan ikisi birle Qashqarga ketibdi. Viloyatga ketibdi. Vallahi nima bo'lganda deb shuni Xitoy boshliqlarim dedi, udum bo'lib ketdi. Uningdiki men darhol jamoat xavfsizlik nazorati tashviqot bo'limiga telefon qildim. Bir boshqarmaning ma'mur boshlig'i biz doim shular bilan xabar oldik-da, hamda xabar ishlash. Misol qilgan. Telefon basam odam bor ekan. Başlamışlar aldı bazı bir hizmetleşti demiş oldu. Nerede oldu bu iş? Qashqarda mı? Qashqarga ketibdi bu nima Abdurishitdan jangladi desam. Ya Qashqarga ketdi ama Qashqarda bo'lmadi u vaqa. Yani shu Aqtu deydigan bir noyda bo'libdi. Men tafsilotni o'qimayman. Dedi, Barin degan gapni hech olmadik-da endi. Bu vaqtda internet aloqaning bu intayin maxfiy tutdi bu içinde. Keyin masalan, Pushaptidinki ara Aqtuga budinki satqinimizdan qattiq qamal qilganlik uchun xabarni. Ondan keyin nəhayət ciddi bir xil ciddilik var hamda iş xizmətçilər arası udum Xitaylar arası udum çirayları bir xil özgürüb təsir qılıldı. Ondan keyin 3-4 gün ötkendikin Cemaat Xavfsizlik Nazaratininki məsələn hər həftədə bir qəddəm Cemaat Xavfsizlik Nazaratininki içki məxfi Çinkon Fayın deydi, əhvaldan inkas deydiğən bir içki inkas var, o ziklidir. Aşınamda izlətdi bu Nemeninki 4-yilning 5-kun sərdə ama şu Aqto'dayız, Kızılsu Qırğız Oblasının Aqto'dayısınki Barin yezisida shundaq to'plam bo'ldi. Bu
ol xiyeltik aldı. Onundaki aslasda onunki işki nimelerden haber taptık. Çünkü ben cemaat xavfsizlik nazaratininki o nazar alıştınca bilen bu kayıtıp gelgende görüştüm. Bu bari inqilab bo'lganki 6-da bu cemaat xavfsizlik nazaratininki nazir muavin nazirlari onundaki qurolli saqchi baş kısmı komandalık ştabı Ürümçi'de. Ularning hammasi nima ketibdi? Qashqarga borib, bularni qo'rqib, otishga borolmay Qashqarga borib, barin bu inqilobni bostirish qo'mondonlik shtabini Qashqarda qurib deganda hamda. Qaytib kelgandan keyin avvallarni uqdik. Bu haqiqatan Xitoyni qattiq tushishganda hamda biz tushishlar birisi Oqtun aysi hamda strategik o'rin aytbek nozik bir yerda Qirg'izistonga chegirdash. Uningdagi Qashqarniki olis eng oz bir qancha yildan aloqador bir yer. Uningdagi dastlabki Xitoyning statistiklarida bu vaqa yuz berganda, inqilob yuz berganda odam eng ko'p qatnashgan vaqti 5000 da ishib ketgan degan soliq ma'lumotlar va Xitoyning ishga hujjatlarida. Endi bu 5000 odam qatnashgan bir inqilobni bostirish uchun bir diviziya muntazam askar kerakda. O vaqtlarda bu qurolli saqchi qismlari har qaysi oilada yo'qdi. Faqat Qirg'iz oblastida Ot shahrida bir o'tir atrot bor. O bir atrot deganga 30 necha askar. Uningdagi dastlabki sharq saqchilar bilan shu o'tir atrot bilan bostirishga tirishgan, inqilobgan bu Xitoyningki nimasi bo'yicha, sistemasi bo'yicha Xitoy xalq ozodlik armiyasini o'tkazish uchun u cho'qim Şinjan harbiy rayoni, Lanji harbiy rayonidan yo'lduruq so'rash kerak, Lanji harbiy rayonida, Markaziy harbiy rayonida yo'lduruq so'rash kerak. Shu yo'lduruq 4-ayning 6-kun tushdan keyin kelibdi. 4-ayning 6-kun tushdan keyin kelib, u rasmiy xalq ozodlik armiyasining Qashqarning ma'lum bir rayon turish qismlariga yo'tkab akagacha oraliqda u beshiq turolmay qurolli saqchi qismlariga yo'tkab tur Qashqarnikining hammasini. Bunun sani yetişmeye pek az olan. O vakti bütün vatan boyunca kurallı saqchi kısımlarının sani 10-15 bin atrafıdır. Bütün şart Türkistan'daki. Onun denki Qashqarnikisini belki bir qancha yüzdü. O küçü yetmey ahir kopap bir yerde alık Bintan'ın bir vasıtalık, Bintan komandalık ştabındaki bir vasıta buyruk iş kopap bayağı erkeklerden ötkendek Bintan yazgılık Qashqar 3. divizisinin 41. polku o değil mi? İsimli kılışı şu vakti kasas. En yakın polku şu an. Şu nemini çakır bastırışka ular katlaştırıptı. Sırtkı demesi şu anda menimki nememde. Onundaki o keyin asasda onun işki avalını düşünüşke başladık. Onundaki tömür devam etketti. Tömür devam berip tömür devam et şu ağırlıktan işki yaptı ötkendeki, üç yaptı ötkendeki tömür devam et bağdı. Cemaat xavfsizlik nazaratining muavin nazirlari. Bu angacha bütün ishki nimalar hali qamal yo'llar qamal qilinayotib aytgandaşlarimiz deganda xabar berish butunlay cheklandi. Hatto nurg'un odamlar bilmaydi ish gapligicha. Shu temir damatli berib tekshirish qaytib kelib shu 5-ayninki 1-kuni bo'lgan vaqtida 2-kuni shu Abdurrahim Xalq hukumatining raislar yig'inida Reisler binasida ish kirgan degan birinchi qavatdagi yig'in zalida nazorat tezlikni yuqoridagi yig'in chaqirdi. Chaqirib bu yerda kuchli axborot organidan Şinjan televiziya stansiyasi, radio stansiyasi, men radio stansiyasi vakatdan qatnashdim. Xabar berilmaydi. Bu yer tümürde şu kasetlar götürüp kelib yangi tizibdi. Endi Vanginmo va vaqtida Vanginmo shu Admiral protokolni sekretardi. Ilk tümür damat sıklap ketdi degan yig'in shu anda shu taqalgan maviyati bor, yig'lab ketgan avval yo'q. Bu yer tümür damat degan vaqtida asosan u barninki namratligini ko'proq binoat namrat ekan u yerda insonlar. Shuni bundan keyin shu namratlikdan uzush xizmatni yaxshi ishlashimiz kerak. U yo'q deganda bu namratlik masalasini ko'proq ta'kidladi. Bo'lguncha u bu degan gaplar chiqmadi u tümür damatning yenidan og'zidan. Ama tümür damatdan so'zdan keyin Vanginmoning chiroylarini aytib o'zgarib ketdi. Vanginmo u yerda tümür damatning aksi gap qildi. Buni faqat nuqul odatga iqtisodiy masala deb tushunmaslik kerak. Buni aytib cho'nqur xarakteri bor. Bu vatanni foydalash bilish uchun berilgan bir planli maqsadga berilgan bir harakat u bu dedi. Tümür damatni bir qattiq chunki Medeniyet inqilobi tümür damatlar Vanginmo birkan, bir guruhkan bir-birini qo'llab. O tümür damat Vanginmoni qo'llayman deb tasqat kelgan davarlab qolgan qumonlarni boshqalarni ishg'ol qilib neyish ko'tarib. Shunga tümür damat nahayat yaxshi ko'rdi Vanginmo. Bu sebebidan qarshi birlashibdi shu Vanginmo. Shunga Vanginmoning shu nimasidan foydalanib tümür damat jaqish qilib olganda bu keyingi.
Şu yig'inda shu masala bo'ldi. Uningdagi u yig'in tugagandan keyin tunji qatim buni xarakterini bekitish kerak tashviq qilish uchun. Nima deb tashviq qilamiz aslida? Hech qanday o'rin 2-3 haftaga tashviq yapamadi. Bu tashviqat qilish savol uni xarakterini bekitish kerak. U xarakterini Abdurrahim Partkon bekitamaydi. Uni Xitoy xalq markaziy komiteti bekitish kerak. Nima deb ism qo'yish kerak, qalpoq qo'yish kerak. U yezdi bo'lgan bir ahvol. Şunun bilan bu orliqda bizmi berib Abdurrahim yuqori sud mahkamasining nimalar bilan kurashdik. Ularmi markazdan javob kelmadi dedi. Anga qo'lini Allohning sudlash ishimi bo'lmadi. Taftish mahkamasi ko'rib bu yerda so'rasak bo'lib markazdan nima kelmadi dedi. Shu orliqda bir nima o'tgandan keyin shu nimaga oz qolgan vaqtida 3-4 hafta o'tgandan keyin anandagi markazdan nima keldi. Buni xarakterini bekitib borin Aksiyon inqilobi qurolliq to'pligi. Agar xatırlashmagan bo'lsam, borin aksiyon inqilobi qurolliq to'pligi deb xarakterini bekitgandan keyin, andan keyin u borin aksiyon inqilobi qurolliq to'pligining qoldiqlarini tuzish degandek boya erkin apalin deb o'tgandek butun yerda jihozlarni qurib, buni kengaytib o'tdi doirasini. Andan keyin tunji qatimliq bu tashviqot nimasini ashni borindan boshlaydi deb Abdurrahim Partkon Ataydan buyruq tushirib, agar chanda xatırlashmagan bo'lsam, 4 ayının 30. günü tunji tashviqotni shu 4 ayının 30 günü to'g'ri. 4 ayının 30 günü tunji tashviqotning barında 1500 dan ortiq odamning qatnashida mushu borin aksiyon inqilobi qurolliq to'plamiga qarshi nima yig'inni safarbarlik yig'ini shahar boshlatdi. Shuningdek keyin biz rasmiy tashviqot ishlariga kirishib ketdik bunga. Endi bu yerda biz hayron qoldigan bir narsa bor. Masalan, borinning nupusi bu noy cho'ng bir yezda. 18.000 nupus var şu vaqtda 90-yilda endi. Ama o şunda hükümetin seferberlik çakırgan yig'inida 4 ayının 30 günü çakırgan bu seferberlik yig'inida oram 1500 dan qatnashganda. Hozir mesela bu istatistika Xitoyning materiallaridan bor. 1500 adam qatnashgan. 18.000 adam yashaydigan bir yezda. Qancha odamlar ketdi mesela. Bu yig'inni mesela bütün miltiqni tanlab turib Xitoyning seferberlik bilan uğurlaştırışlar çakırgan bir yig'in. Amaliyotda hech bo'lmaganda 10.000 adam qatnashi kerak-da bunga. Ama oran qatnashgan yig'in qatnashgan odam 1500 endi. Bu odamdan ait ig'ir gumonga solgan ahvollar. Dastlab qadam boya erkindep o'tgandek uni xarakterini o shaklda bekitdi, ammo dastlab sud qilgan vaqtida birinchi ikkinchi sudlarda o'lim jazosi bermadi. O'lim jazosi bermay muddatsiz eng ig'ir kesganlarni muddatsiz kesgan buni dastlabda qilgan vaqtida. O vaqtdagi siyaset şu derecede. Ama bir Xitoy tushishdigini bu yerda ikki qismlardan jiq gaplar bo'ldi. Shu qonun sohasida shu gaplar bo'ldi. Jamoat xavfsizlik nazoratidan 2 kun bir berib men aloqadan bo'libmi Abdurrahim jamoat xavfsizlik nazoratining muavin noziri bilan nihoyatda yaqinligimiz bor. Xabarni shu odam oldim berib oldi. U odamning degandimi bu nihoyatda bu nima deb u Xitoy tushishganimiz nima ekanini ishga yig'iladi. Bu nihoyatda maqsad planli g'oyasi aniq deydi. Xitoy tajovuzchilarini qo'llab chiqarib Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini asliga keltirish. Bu Xitoyni tushishgan masala shu. Agarchi bu borindan atrofidagi shu Moralvishinki shu nimalarga yezlarga u yezlardan qo'shni yezlardan shu 18-20 30 Uyg'ur yashaydigan yez ekanda. Agar uyak tutishib ketgan vaqtida butun Qirg'iziston bilan bo'lgan chegara liniyasining kontrolini yo'qotib qo'yishga qo'y. Chunki Qirg'iziston chegara liniyasidagi askarlarning soni aytgan. Mana shu qonun sohasilarni deprisha. Intayin pulpay vaqtida beshib turib pulpay qutuldi vaqtimiz yomon cho'ng bola chiqadi. Agar nima kelib ketgan bo'lsa. Shu avval vaqt munosabatdan shu avvalni shunchalik day. Shu vaqtda hukumat sohasiningki buning bu masala bo'lgan nimasi nihoyat bir ciddi qo'qish bo'lgan. Shuningdek, anandagi butun oilada qurolliq soqchi qismlarning cho'qim o'tir atrofini qurish kerak deb fikr o'lkalarni yo'tkab keldi. 100 mingdan ortiq qurolliq soqchi qismi har bir noy qurolliq soqchi qismdan o'rlashtirdi. Anandagi alqi nima diniy nimalarni Xinjiangga asos ko'p milliy bo'lgichlardan keladigan shuar chiqdi anandagi. Uningdagi diniy ibodat so'rinlarini başkuruşunu kuchayish degan shu var shu vaqtida shu borin inqilobining sababidan chiqdi. Bu haqiqatan shu vaqtida butun xalqimizning idora jamiyatlarida oshkor ashlar istashib hatto ba'zi qiziq ishlar bo'lgan. Ko'chadagi ba'zi divanlarni men borinliq deb divanchilikqa havola bo'lgan.
xalqninki shu darajada barin xalqqa bo'lgan sevgisi, suiiste'mol qilgan tarafdan bo'lgan. Demak, bu bularninki xalqimizda u darajada hissdoshligini qo'zg'agan narsa nimada? Ularninki g'oyasining aniq bo'lganligi, maqsadining aniq bo'lganligi, programmasining aniq bo'lganligi. Keyin anandagi Xitoy hukumati o'zining nimasi chavutini o'zi yeb, Abdurayliq muzeymda barin esin qilib quriliq to'plamlar haqida ko'rgazma deb başçılar qatnashgan odam ko'pincha. Hammamizni idora jamiyati majbur olib bir oydak davom qildi. Uningdan keyin bu nimalar o'tirib chiqdi. Shu meniki shu vaqtdagi ichki qismdagi inkaslar haqidagi qarashim. Endi bu Allohning lutfi. Bu shehitlarimiz hech bir shehidimizning tini bekor oqmaydi ekan. Cenab-ı Allah aşılarını Amerika Devlet Meclisi'de 1996 yılı şereflendirdi aşı şehitlerimizde. Bu acayip bir hikmet de bu, Allah'ın hikmeti. 1996 yılı şu Amerika tarihinde tunç kıtım 7. ayda Uygurlar meselesi hakkında guvalık berişikliğine oldu. Ona ben katlaştım guvaçılık. Benim belgen şu guvalıkımı şu Amerika Devlet Meclisi 7. ayın 25. günündeki guvalıkımda Yezgilik 3. divisininki Barin inkılabını bastırışta oynayan rol edigen temada doklat verdim. Tunç doklatı ben verdim. Destek 10 minutta bana belki vakti 15 minut nem kıldık. Çünkü o doklat verişimde o vakti de Pink'ten Dünya Bankası'yla Amerika Maliye Ministerliğine aldırıp biz işlep çıkışlar şoğulduğun, boz yağacılığın, yeri gösteren kılığın, köl çapılığın, müştak kuruluş askerleşkende alakamız yok da aldırıp üsümsüz kazzap diken nemeden Dünya Bankası'nın orbuğun ettim. Onun erken alıp diken ustazlarımız, anandaki aynı vaktaki Amerika Demokratik İlgi Sürüş Fondu, anandaki Amerika'daki emgekle özgertiş ses tüzümüne karşı fondu cemiyetleri var. Bunlar az kıtken. Bu diyen bir askeri orun nimede Pink'ten akret. Şu onun için beni erken kanun teklifi kalsası ben şu Pink'tendeki askeri bir orun işgalliği onun kişi Türkistan'da tutulan askerlikleri hep de şahit verdim ve şahitliğimi şu barın inkılabını Yezgilik 3. divisinden keyin Yezgilik 1. divisi asker nimedeki Aksu'daki ulan kovlap dışı hareketi ulan katlaşkan. Ulanın ait delil ispatlarından şu vakılda ben şahitlik guvalıktan verdim ve nihayet bu şehitlerimizdeki ulukluğu bolsa gerek. Şu anda şu 52 parça barın şehitlerindeki resimli Zeynde Üstün'ün resmini de bir fotokopinin kendimizde çoğunluğu çoğunlayıp biz apırıp ben muhafaza asas bunu. Apırıp onu çoğunlayıp şu Amerika Devlet Meclisi Taşkı Münasebetler Komitesi'nin karşı biz guvalıktan vergen zalınki kirişlemesiyle körgezme açtık barın şehitlerimizdeki resmini. Biz o resimlerini 93 yılı Türkiye'ye çıkan Şarkı Türkistan Yaşlar Gizlisi'de işletken şu vakti vatanda çıkan birisi bizge elinde çıkan resimler tebliğ. Hazır barın inkılabı münasebetlik arkanda bir nimeyi qarsanlar, teşkilatlar işletilgan bir resimga barın kahramanlar degan xat yozilib, ostiga barın şehitlerinin üstüge tushgan bir bet var. Bu şu 93-yılı nashr qilingan Türkiye Şarkı Türkistan Yaşlar Gizlisi'de besilgan. Hozirgacha shuni men ishlatiyotilar. Aşı resimlerini. Aşı kolumuzdan çaplagan Atöp'teki barın kahramanları diyen xatni Dünya Uyg'ur Kulturininki hozirgi Kanada'daki muhacirlar komitesininki müdiri nima Mehmet To'xta efendim qalamga olgan resimlar shu şekilde. Xo'sh, men shunchalik vaqtimdan so'tlab shunchalik deb turay. Rahmat. Çok rahmet, hürmetlik Ferhat Muhammed efendim, nihayet etraflı izahat verdiniz. Hürmetlik Erkin Ekrem efendi, siz nihayet yaxshi bilsiz, 60. yıllarda Xitay territoriyasida yo'lga qo'yilgan xalq askarlari, ya'ni Minbin degan vaqtida o'sha Barin yezisininki Xitay territoriyasi bo'yicha 100 shu ilg'or qarg'a etishda chempion bo'lgan ekan. 100 musobaqa qilib, shu 100ninki birinchisi bo'lgan ekan Barin inqilobi. Ya'ni shu Barindagi xalq askarlari qarg'a etishda Xitoy territoriyasi bo'yicha birinchilikka erishgan bir komanda ekan. Xalq askarlari puli sufti bilan. Uningdan boshqa keyin Deng Xiaopingninki janubni ko'zdan kechirib Xitoy territoriyasi bo'yicha iqtisodni jonlantirish siyosatini yo'lga qo'ygan vaqtida Xitoy bo'yicha 100 boy nahiya va 100 kambag'al nahiya bog'langan. Buningda
eng aqlı turduğan kambag'al noilalar qatoridan shu Aqto'y nahiyyasi o'rin olgan. Ya'ni bizning Sharq Turkistondagi noilalar, kambag'al noilalar 80%dan ortiqni tashkil qilgan. Xitoy shu HVT siyosatini yo'lga qo'ygandan keyin Xitoy territoriyasidagi barliq to'saq chozi deydi, shularni to'xtatayotgan, ammo shu Barin inqilobi sababli bizda shu 2000 yillarchilik men chet elga chiqishchi bo'lgan orliqda u mavjuddi u chozilar. Demak, Barin inqilobi biz uchun nihoyatda shonliq bir tarixni qoldirdi. Sizningcha biz bu Barin inqilobidan qanday tajribalarni olishimiz kerak, nimalarni yakunlashimiz kerak? Ayni vaqtida Barin inqilobidagi jangchilarimiz noyalik ichki hujjatlarda deyilishicha noyalik qurolli qismini qo'lga olganmish. Biz o'zimiz ko'rmadik, ichki materiallarda deyilishicha qo'lga olgan, ammo qurol yaroqlarni to'liq ishlatilmaslik sababdan yordamga kelgan Bingtuanniki va boshqa qismlar tarafidan mag'lubiyatga uchragan. Barin inqilobidan keyin Xitoy hukumati 7 nomerlik hujjatni chiqardi. 7 nomerlik hujjatdan boshqa yana bir qo'shimcha qat'iy maxfiy degan bir hujjat, bu o'lka darajalik kadrlarga tashviq qilinadigan, ya'ni uqtiriladigan hujjat. Buningda shunday deyildiki, 1000 odamga uvol qilinsa mayli, bir adam to'rdan chiqib qolmasin degan mazmun bor. Bu 7 nomerlik hujjatniki qo'shimcha maxfiy hujjatida. Hamda Xitoy hukumati tarixdan buyon tashviq qilib kelyapti. Biz bir oila kishilari, Junxo millatlari ashundaq bir hujjatlarni chiqarishi bizda yurgizayotgan siyosatlari shundaqla biz bu Barin inqilobidan qanday tajribalarni yakunlasak sizningcha muvofiq bo'ladi? Bu jihatdagi bir atrofli tushunchangizni anglasak. Marhamat. Xo'sh, rahmat. Hammalarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Bu Barin voqeasi, Barin inqilobi, Barin qatlami degan ismlar pekchi. Tabii Ferhat Efendimiz dedi, buni karakterini bir aniqlash to'g'ri keldi. Hammamiz o'xshash hukmda ishitish lozim to'g'ri keldi. Çünkü o karakterini aniqlash, bununki nimasini, mahiyetini aniqlash degan gapchi. Bunga buni bir aniqlaydi deyman. Men hamda İslam'ı inqilab deganki men inqilob davri. Barin inqilobi hamda hammamizningki bilgandek tabiiymi değildi. Yani milli ruhumuzni yutib qo'ymaganligini. Bu ruhni bizga kiroga berish yoki setish bo'lmaganligini ko'rsatadi. Xitoy hokimiyatiga bosh egmaydigan bu ruhni ko'rsatgan. Hörga qanday tashna bo'lganligini ko'rsatadi. Va shundaqla Xitoyninki Sharq Turkistonda ilk bo'lgan mustamlika siyosati sunmaydiganligini ko'rsatadi. Bu jihatda nurg'un deyilyapti. Bunga uzun gapirib qilmay. Birinchi demakchi bo'ldim. Üçüncü demek bo'lganim hamda bu inqilobdan keyin Xitoy mayli Vanlachuandan o'sha hozirda Chunchongogacha bo'lgan jarayonda qattiq siyosatni ilib bordi. Daha şu 1980'lerde Tinchokning siyosati bilan Sharq Turkistonda bir yumshash to'g'ri qarabman. Ve bizimki şu ko'na asarlarni yeniden besish ve yosh bolalar unutib qolgan tarixlarini yeniden o'rganish, tarixda ikki cumhuriyetning qurilganligini shu vaqtda bolalar yeni o'rganyapti. Cumhuriyetning bayroqlarini, gripini nurg'un bolalar shu vaqtlarda o'rganyapti. Mavi üniversitede o'qiganda hamda Urumchi merkezlik bir faaliyetlerini ilib berayotgan vaqt. Hamda A tarafda hamda diniy ta'lim tarbiya olgan yana bir grup. Bu ikki grupning hamda Urumchidagi 8 üniversitedagi bolalar başladı. 85'te namoyishni boshladi. Namoyish boshlagan kishi nima? Cumhuriyet
kurulgan kuniga yaqin bo'lg'achqa bu vaqtida ba'zi hukumatning odamlari ba'zi narsalarni gumon qildi. Ondan keyingi o'quvchi harakatlar yana davom qildi. Salvador Komisarma shu vaqtdagi o'quvchilarning raisi idi. Bu o'quvchilarning harakati Xitoylar aldab-saldab deydi hamda ilgarlik bilan buni hal qildi. Hatta bu ish tugagandan keyin bunga qatnashmagan o'quvchi bolalar yoki yoshlarni mukofot berish uchun bu vaqtida xalq saroyida yangi silingan birinchi qatim yig'in shu o'quvchi harakati 85 o'quvchi harakatiga qaytilmagan va buni qarshi chiqqanlarga mukofot berish bir yig'in o'rinlashdi. Ama bu barım inqilobdan keyin o qattiqlashishga boshladi. Vandochani dindan keldi va bu o'qimagan qattiqsaq birisi bu boshqa. Onun qila oladigan ishi shu qattiq ism ishlatish. Ve shunday qilib shu 1970'larda Seyfettinlarninki bu vaqtlarda Milliy ittifoq deb Xitoy milliylarni bunday ittifoq olib ekegan bunda bir nima vardı, bir hal, bir ahval mı vardı? Bunga misolga cho'ng şehirlerde Xitoy ve milliylar bir-birisiyle alışılgan bo'lgan, Çağanda Uyg'urlar ular borgan, Qurban bayramida Xitoy Uyg'urlar borgan, shunday bir inoq bir ahvol yaratildi. Bu barın inqilobidan keyin bu ahvol asta-asta tugashga boshladi. Ondan keyin G'o'lji'da boshlangan va Urumchigacha bo'lgan bu katliamlar ile birlikte o 70'li yıllarda yaratılgan o milli ittifaklarına tügde. Ve Xitoy Uyg'urlar işlenmeden, Uyghur Xitoy'da işlenmeden bir hal geldi. Ve Xitoy zorlap ulanı ittifak kılımında yanılı zulüm küstü. Ve zulüm bağın sıra ihırlaştı. Yani bu barın inkılabından keyin yaratılgan üçüncü bir sebep şu Xitoy'daki artık siyasetini paydo qilish. Meni esas demakchi bo'lganim bu ikkinchi mesele. Bu bo'lsa bu voqealar yoki bu inqiloblar baldur boshlanganligi va shundaqla strategiya jihatdan tayyorliklarninki komil bo'lmaganligini demakchi. Buni balki bugungacha nurg'un odamlar deymiz kamida yoki deymidi. Aslında xulasa deganligi, shu tajriba savob deganligi bularni so'zlashga to'g'ri keladi. Bu ikisini deb qo'yiladi. Bu ustozlarning ustozi Mahsum Hojim. Bu bolalarni tarbiyalagan vaqtida o'xshashlar yaqindagi odamlarga 3 bosqichlik bir strategiya planini sungan. Birinchi 10 yilda 80'li yil boyunca, birinchi 10 yilda adam yetiştirdi. İkinci 10 yılda yetiştirgen adamlarını hükümetinki her konuda orunlara yerleştirir. Üçüncü 10 yılda onundaki kurtulmuş. Ama bunun kargancakta bu barın vakası baldırı. Yani bu ustazınki strateji planı emelke aşmayı baldırıp başlayıp ketkenini gördük. Misalga bu Şarkı Türkistan'da meyli nimede Kumul inkılap olsun veya Hoten'deki inkılap olsun Mehmet Emin Doğru. Bunlarını bilirler bir rayonuna tutkuzuş belki asan toktaydı. Misalga Zeynep'in karnıma barın gezisini kovdak kılışka küçük belki yetişme mümkün. Ama kendi dairede bir hareket kılışkı olur. Misalga bir yerde patlap çıksa, kalan yezler, kalan nahiyelerde mi çıkış lazım. Misalga G'o'ljidagi bu Cumhuriyet'in şimal tarafının hammasini eğer qo'lga tushayotgan bo'lsa, yolg'izla bir G'o'lji bo'lgan bo'lsa, necha diviziya askarlar bu yerga berib uni bostirdi. Tabii başka sebep mi var? Yani böyle keng rayonda, keng bir joylarda o'rtaq va shundaqla o'xshash vaqtda harakat qilish.
Bununla bu harbiy strateji cetten, harbiy teknik cette yetilmeyen muntazam bir terbiyeni almağa ve şundakla partizan oluşundaki nezriyelerini düzerek almagan adamlar mağlubiyetge uçuraydı. Ben bu gepini diyen vaxtıda nurgun adam belki onları yakmaydı. Bu digenin ruhumuz bu. Biz digen başa eğmeydiganlarımızın küstüvatımız bu. Ama Allah'ın bergen bir aklı var. Ve Müslümanlara evetken birinci ayetini oku. Hem oku hem akıllık oluş lazım. Hem de tefekkür kılalış lazım. Tefekkür kılalığanlara ayet tefekkür kılalığanlara düşürür. Bunlara alim buluş. Alim bolganda Allah'ına tutulmuş başlar. Bunlara bu az şu ötmüşte yaşanan nurgun dışında mealilik hareketler var. Ama köpüncüsü bastırıldı. Bastırılıp gitti. Bundan da niye tecrübe savaş çıktığımız degende, bunun dengi Şarkıstan'da bir hareketke ötüdüğün vaxtıda çok ayrı parça emez. Bütünü bile oylaş lazım. Misalga o ustazların ustazı bu Mahsum Hacı'nın 3 basqıçlıq stratejini eğer de maslaştırılan olsa 2000 yıl etrafında başka bir vaziyet yaratılmış mümkün. Yani bunda bir strateji planlanımı yaxşı oylaş lazım. Bence bu 3 basqıç strateji plan aşı 1980'deki Şarkıstan'ın ahvalığa qarğamçaqda muvafiq görüldü. Ama 90'lı yılının kimle vaziyet özgürlüğü başladı. Hemen degende Xitay hakimiyeti bu millilərə işlənməkdən bir məsələ peyda oldu. O ahırı biri Ürümçi'de yaşayan oğuldan bile, katliam bile iniklaştı. Bununla bu yerden çıkardığın derslerimiz birincisi hem de şu ruhumuzunu yutup koyması lazım. Hör degen bu hukumunu yalğızla fani dünya demez. Allah bizni yaratkan vaxtıdırlar, bizni hör yaratkan. Şununla bu hörlükle çokum koluna düşürüş lazım. Bu dini vaziyet. Yani milli ceddime, yani bir milletle için çokum bu hörlüğe eriş lazım. Bu hörlüğe eriş için meyli devlet kuraylı, meyli inkiliye kuraylı, meyli padişahlık kuraylı, neyim kısa kılaylı. Ama maksat aşı hörlükle değiştir. O uzun icraattaki nihai nişanı unutması lazım. Ve Xitay'ın siyaseti karşı nihayet uslupla ilip irişki doğru. Yani Xitay'ını baldır okudu koysak, Xitay baldır okudu, baldır okanı başka, baldır tedbir aldı. O baldır tedbir alğanı ki bizge çok ziyan bir. Üçüncüsü bu olsa hazır ben diyen strateji meselesi. Yani hem uzun müddetlik, kademlik planları oluş lazım. Hem de hemen diyende Şarkıstan'ın uygun yerinde hareket kılan bunundaki Xitay'ın tutuluşuna bir imkanımız bulundu. Benim demekçi olduğum müşkil. Çok rahmet. Hürmetlik Erkin Ekrem Efendi, nəhayət əstayidil ətraflıq düşənçi bəginiz üçün köp rəhmət. Demişsimi biz Uygurlar bəzide akıl bilen iş qılğanğa nisbeten biraz hayacan bilen iş qilishqa kirishib qolamiz. Shuning bilan nurg'un ishlarimizda savalliklar yuz berdi. Sizga tekrar köp rəhmət. Hürmetlik Dolqun Aysa efendim, siz Dünya Uygur Kurultayı'nın reisi buluş sıfatınız bilen muhaciretteki halkımızdaki muşundaq inqilablarımızını hatırlaştığınki ehmiyeti nime deb qaraysiz? Merhamet. Rahmet. Kıymetli dostlarımız kıymetli fikirlerini oturup koyup etti. Hakikaten yaxşı bir yığın oldu. Hatta bu öz vaqtdagi barın qahramonlari bilan o'xshash turmalarda yatgan sergüzeşlerini baştan ötkizgen, yaşagan dostlarımız bizning ko'rganlarini o'tirib qo'yib o'tdi. Bu endi bunday so'zlab o'tgandek masala bo'lgan bilan bularning hammasi bir
her degan gepi bir hikoya, her bir qahramon haqida butun kitob yozg'ili bo'lgan bir jarayon deb o'ylayman. Qisqartib o'tib ketdim, menga ta'sir qildi bu narsalar. Hakikaten hem de Barin inqilabı bolsun, mayli G'ulji inqilobi bolsun, o'tganda xotirladik Milliy armiyaning qurilgan kunlari, Cumhuriyet kunlarimizni xotirlayapmiz. Bununga o'xshaydigan voqealar bizni yani o'tgan tariximizni xotirlash, kelajak avlodlarimizga bir yo'l ko'rsatadigan gap. Tarix kelajak yo'l ko'rsatadigan, tajriba saboqlarni yakunlaydigan ve tecrübe sabak yakınlagan tecrübe sabaklarga asosan keyingi inqilobni g'alabaga ulaştırdıgan va yoki insonlar yosh avlodlarimizni mavjud kelmeten mustaqil bo'lgan vaqtimizda uning qadrini bilib turib yashaydigan bir ruh akilib deb o'ylayman. Ham bizning milliy ozodlik harakatimiz davom qildi. Shuningga bizdek bir millat uchun Barin inqilobini, Barin şehitlerine o'xshaydigan şehitlerimizni, qahramonlarimizni eslash bu bizga yanada bir kuch berdi. Nurg'unlagan inson, chunki Xitoy Sharqiy Turkistonda, vatanimizda bu tarixlarni o'rganish, bu voqealarni eslash imkoniyati yo'q. Bu keyingi chiqqan yosh avlodlarimiz, bu 2000-yillardan keyin tug'ilgan deymiz yoki 1990-yillardan keyin tug'ilgan yoshlarımızda bu narsalar xabarsiz qilingan. Chunki nereden bilsin? Nereden bilsin? Xitoy bularning hammasini qo'lpilib o'tgan. Hatta yakında Xitoy masalan shu Ahmadjon Qosimninki rasmini dars kitobga bosganligi uchun, yetti qizlarimning rasmlari dars kitobda bo'lganligi uchun bugun shuni bosgan insonlarni 200-chi bo'lginchi separatist terrorist deb muddatsiz qamoqqa va o'lim jazosiga hukm qilganligini ko'ryapmiz. Demak, bu imkoniyat bo'lmadi. Hamda 1980-yillarda Medeniyet inqilobidan keyin 80-yillar, 70-yillarning oxiri, 80-yillarning oxirigacha bo'lganmish Barin inqilobigacha bo'lgan bir 11-12 yillik fursatda bu yerdan doktor Erkin Akram deb o'tdi bu narsalarni. Biraz biz uchun bir fursat bo'lgan. Shu vaqtlarda universitetda o'qigan, shu vaqtlardagi yoshlar biraz bo'lsa-mu, u vaqtda Sharqiy Turkiston tarixi, Uyg'ur tarixini keng tashviq qilish imkoniyati bo'lmagan. Ama hiç bo'lmasa Şinjan tarihi materialları deydigan kitaplar neşir kılınan, Şinjan yılnamesi deb neşir kılınan, onu tanqidlab bolsa-mu, aksi inqilobchilik nimasini sindirimiz deyish bölgünçülük şekilde teşvik qilgan bolsa-mu, ama shulardan bizning biraz xabarimiz yo'q cho'ng bo'lgan. Ama keyingi vaqtlarda bu tamamen bo'lmadi. Hamda bizning bu chet elda bu hareketlerimizni xotirlashimiz, bizning yoshlarimizni tarbiyalashimizga ehtiyojimiz bor. Bo'lmasa bu Milliy Sharqiy Turkiston Milliy inqilobi kökü yok, asası yok. Pokudlam asmanında 2016-yilda kamp chiqqandan keyin paydo bo'lib qolgan bir hareketlik ta'sir berildigan gap. Shuningga Sharqiy Turkistonda hozirgacha 1949-yildan hozirgacha 300 qatimdan ortiq inqilob bo'ldi Sharqiy Turkistonda. Çoğun inqiloblar 300 qatimdan jiq inqilob bo'ldi. Buningda 1 milliondan ortiq insonimiz va kampda o'lib ketganlarni demayapmiz. Rasmiy Xitoyga qarshi namoyishlar va yoki har xil isyonlar, qo'zg'olonlar, inqiloblar bo'lib 1 millionga yaqin insonimiz shehid bo'ldi. Demak, bu cho'ng bir bedel. Ammo bular hozirgacha nurg'unlari xotirlanmagan va yoki xotirlangan bo'lsa-mu, Xitoyning qo'liga tushib ketgan, chet ellarga oz chiqqan, bolalarning hammasini yo'qotib o'tgan bir vaziyatda. Shuningga bundoq bir tarixiy hodisalarimizni xotirlashimiz bizning ham kelajak uchun bir milliy majburiyatimiz. Chunki tarix xotirlanmagan vaqtimizda bir nimaga afsonaga aylanib qoladi, cho'chakka aylanib qoladi. O manda bir ish bo'lib ekan, Barin inqilobida bir bo'lib ekan, voqea bo'lib ekan, Zayd Yusuf deb bo'lib ekan, xuddi Chin Tumur Bato'ga o'xshaydigan. Shundami? Ashna bir cho'chakka aylanib qoldi. Ammo buning tarixiy qiymati bo'lmay qoladi. Shuningga bundaq ilmiy dokladlarimizning buni xotirlashimiz, yozma shaklda qoldirib qilishimiz, bugün mesela şu yig'inimiz qatnashgan Erkin do'stimizga o'xshaydigan shuni ko'rgan insonlarimizning bevosita guvohliklari bu tarix hamdi. Bu nuqta nazardan bular hamda haqiqatan buning bu bo'lgan bir voqea ekanliklarini. Ertaga shohid yo'qolib ketgan vaqtida bu hikoyada qolib qoladi insonlarga. 44-33 cumhuriyetlerimizning shohidlari asosiyatdan ketib qoldi, bir qancha qilib qoldi. Mesela bundan 20 yıl ilgari, 15 yıl, 20 yıl ilgari bizler bu hareketlerini işleyken çağda şuların yüzünden bivas görüşken, şu ofisirlerden sözleşip, şunun ağzını algan vaxtıda bizdeki gurur, bizdeki nimetçilik şunun şekillengen.
iftiharını şunun şekillengen. O bizim mundaq isil milletkenimiz, devlet koğan milletkenimiz, ofisirlerimiz bolup diken, muş adam kampılat soğuşup diken, muş adam Xitay'a karşı aldığın sebeplerde köreşlerini diken generallarımız bolup diken de şularni köge vaqt iftiharlangan. Endi şundaq iftiharlanış tuygusunu bugünkü avlatlarımızga bizden berelişimiz gerek. Bu nokta nazardan pek mühim. Hem de bu Bahar İnkılabı Abiyatın Doktor Erkin Ekrem efendim de ötü Erkin Berdaş dostumuzun dedi parat mı dedi hükümetlerinin ki dokülatlarda olsun bu hemmisi elki mandalan bir istihilik küreş emez. Aldılar bu Barın İnkılabını kozgan, onun da şehit olan şehitlerimizin royga Cenab-ı Allah Ramazan'da bütün Uygur halkı dua kılışımız gerek. Dua kılış onların yatkan yeri tabi şehitlik ve hükümete yükseldi de bilimiz. Degen gidek bu nayte elki pilallık abiyatın siz bunun şiyatta Zeydi Yusuf ne kakla bir dikalla kozunlar. Ama şiirini heli şair yazanmaydıgan şiir bizimkide. Ama şu adam yalnız bir Xitay'a karşı kelişçilerin kurallarını emez. Bir şair. Yani o asan neslimizden çıkılan nes emez. Nayte insanlara yürüge hitap kılalaydıgan bir şiir ne okup öttünüz. Anın deyinken bula nayte mükemmel bir teşkili asas koğan gep. Doktor Erkin Emre dedi, demek her kanda beşinci vaxtıda nime nayte mühim olmaydıgan stratejiya bilen belgilenmeydigan bolsa, intizam bilen olmaydıgan bolsa, bunu bu valladaki intizam meselesini Erkin Efendi öttü, turmudu mu hatta? Yüzü belgilep koygan Cemal Muhammed'nin ki buyruğunu itaat de kabul kılanlıkları. Hem de şundan nesle bizde hazır asasen yokup gitip vardı şu. Demek bir itaat bulmasa emirge başlıkta nimege itaat acizlaşka vaktimizde başbaşçılık buludu mağlubiyet gibi çıkıdığan gap. Bizde hazır öz altımızga inkılapçılık pek köp. Elbette yaxşı, bu mu yaxşı? Ama bir teşkilat bolganda o neslin sayılgan insanga hürmet kıldıgan bir enini biz yetiştirişimiz gerek. Bu eskirin de tek mühim. Ertögün bizde yani Şarkı Türkistan'da bunun dinkin aldığımızda her xil inkılapның şekillerine, her xil küreş usullarını şahit oluşumuz mümkün. Mesela Zeydi Yüz'ninki aşı önemlisi de başkumandan Abdülgani Tursun, Mağun başkumandan aşında türler arıgan gap. Anın dinkin aşı abiyatını erkin dostumuz deputy Cemal Muhammed diyen askeri kumandan boğan gap. Anın dinkin Aksep birimi de İshak Uşur diyen dostumuz şehidimiz Aksep iştirak mesele olgan gap. Qandaq yetkizip berdi, nima qılın dep. Yani men çokum birisi aldın septi kumandan bunu men Aksep nemişim var demegen gapda aştan hemmisi bir-birinden inqilabda aldın sep Aksep general hemmisi mühim. Xabarlashish mesela Abdurrahim Turdi degan şehidimiz xabarlashish aloqa iştirak mesele bo'lib ketgan şu vaqtida. Andan keyin Muhammed Turdi degan kardeşimiz qatnash iştirak mesele bo'lib ketgan. Qatnash qilib ot ularga buncha qatnash yok, ayrı tanklarımız yok. Ot, işek, aşındaq neslen setip algan gapda bular de, bizden neslen qilgan gap. Anın deyinkin birinci ştab, hatta ikinci ştabda ahmet qilib aldı. Birinci ştabga Turgun İshak degan ikinci ştabga aşındaq qilib, bular naytin mükemmel bir askeri nimani teşkil qilib ketgan şu vaqtlarimizda. Endi şunda bolganligi uchun, masalan, Timur davom etgan 90-yil 5-ayning 26 kundagi Şinjan gezitida e'lon qilgan bir dokumenty var. Bu dokumentda nima deydi o desa, bergen xulasasida bu yerda 25 bizning kadrimiz öldürüldü deydi. 8 asker öldürüldü deydi. Askerden 8. 11 tapanca, 3 avtomat, mançı kiyim keçek, mançı maşınla, oktora, muşta bulap ketdi. Dep nima berdi. Hem ulanın kuldaki neslin ait adli kurallar. Ama abiyatın Ferhat Efendi dep öttü, bunun Lencu'nun askeri yetkep kelgen, onun deyken 3000 kişilik resmi ayrı bulan nimelerden tartışık sağan da bununla. 10.000 kişilik askeri bilen nima qilgan. Barın kichikina bir yeza, şu vaqtdagi nopsi 18.000 dedim mi? 18.000 nopslik bir şey nimaga hamda 15.000. Yani bir adamga bizden asker ekelgan. Ularning hammasi qurolliq bo'lgan. Aşina bo'lib hamda Muşu sokunuşta bir hafta 5-ci başlanğan bolsa 10-ci ahırlaşıptı. Muş vaqtimizde hem de hükümetin bildirgenlerimizde eski Xitay'ın askerleri 8 adam bolgan.
Bu barın nimelerden inkılapçılardan 15 kişi ölgen. Ma bu kişiler demezsem şu yaxşı şu vaqtın şəraiti boyunca, şu vaqtın şəraiti boyunca tayyorliqlarni qilib qilalig'anligining sababi ham keyin nurg'unlagan insonlar o'limsiz keyin 103 kishiga har xil sot bilan hukm e'lon qilibdi hamda oradan shu 8 oyning oxirigacha nim bo'lib. Demakchi o'g'limiz bu hareketler, bu inqiloblar qandaqdir xalqlar degandek bundoqlar bir ko'sayin chiqiblar mura bo'lib qolibdi ekan emas. Bu Sharq Turkiston xalqining her zaman fursat kelgan vaqtida, sharoit yarbergan vaqtida, ozroq qimirlash imkoniyati bo'lgan vaqtida bu mustamlikachilikni qabul qilmaganlikni, bu islomni qabul qilmaganlikni, her zaman o'zining erkinlikka, ozodlikka bo'lgan intilishini vaqt kelib qolsa qurolli harekat bilan, vaqt kelib qolsa namoyish bilan, vaqt kelib qolsa shuvarlarni yozish bilan, vaqt kelib qolsa ochliq e'lon qilish bilan, har xil shaklda, ya'ni dunyoda qandaq shaklda misoli tepiladigan bütün hareketlarga bosh uyg'onligidan iborat bir reallikni ko'ralaymiz. Shuningga bu favqulodda muhim. Gelecek yaşlarımız, bugünkü yaşlarımız bu tarihi vakalarını hatırlayışımız gerek. Zeyd-i Yusuf'un bir hem adam yaklı vakıdaki bir sözü var. Ben bir okup öteyim. Şunda deptiken 90. yılı 1. ayda Kaşgar'daki bir notukdaki üzünde bu. Bir milletinin mevcutluğu ve insani kıymeti onun nüfusani, ötmüşteki manevi mirasları, şairi, yazgıcısı, danışmanları bilen emas, belki tolup taşkan milli gururi, tükmez ruhi cesaret, teslimsiz milli irade bilen ifadelandı. Depto, hakikaten Irak'ın köreligen bir feylasufluk nimisi boğan bir komandan Zeyd-i Yusuf. Yat qayır cennet olsun, hemmimiz mengü bu kadirlarımızı esleyimiz. Rahmet. Köp rahmet Dolqun Esa efendim. Nəhayətə obdan xilas qıldınız. Bugün Uluq Cümə günü, şundaqla mübarək Ramazan ayı. Biz barlıq şehitlerimizge bir dua bilen bugünkü muhakimimizni axırlaştırsak, merhamet, hürmetlik Abdil Qaracım. بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ey Allah, Perverdigarımız, muşu okuğan Fatiha şerifinin savabını bunundan 30 yıl ilgiri barında şehit olan şehitlerimizin ki royga hediye kıldık, ulağı yetkizgeysen. Ularning qabrisini nur qilg'aysan. Ularga jannatul firdavsdan o'rin bergaysan ey Alloh. Ularniki o'lmas, o'chmas ruhni mushu dunyoda yashayotgan xalqimizga Uyg'urlarga shu ruhni ato qilaysan ey Alloh. Ular shu barında 30 yil ilgari shu inqilobni qo'zg'agan vaqtida mushu sening ulug' 12 oyning sultoni bo'lgan Ramazon oyida mushu voqealar yuz bergan ey Alloh. Biz mushu ulug' oyda yashayotibmiz. Kalbimizni iman nuru bilen nurlandırgaysan ey Allah. Günahlarımızı mağfiret kılgaysan ey Allah. Aşk Xitaydan ibaret muşu zalim, tacavuzçı, kanxor şu zalimga taqabül turalığıdek akıl, paraset, idrak, iman ata kılgaysan ey Allah. Ey Allah Perverdigarımız, senin güç kuvvetin çeksiz. Xitaydan ibaret aşu zalimni yavidan yaksan kılgaysan. Qaysi sebepler, qaysi güçler arkalık ulanı mağlup kılsan sen kadirsen ey Allah. Ey Allah, aşu bizning vatanimizde senin dininga ve senin kitabınga ve senin peygamberine ve sana bo'lgan işençsi sebebinden turmalarda, zindallarda, her xil qiyin qisaqlarga ilinayotgan aşu mazlum xalqimizga, aşu mu'min musulmonlarga o'zing rahmat qilgaysan. Öz rahmetin bilan muomala qilgaysan ey Allah. Ey Allah, Perverdigarimiz, bizim günahlarımızı geçirgeysen, saf iman, itiqat bilen bizni kalbimizni nurlandırgaysan ey Allah. Muşu vatan millet yolunda, azatlık yolunda hareket kılıvatkan barlık qarindaşlarga kuch kuvvet, cesaret, akıl, idrak, sağlam ideya ata qılgaysan ey Allah. Rabbighfir varham ve ente hayrur rahimin. Rabbighfir li ve li valideyye ve lil mu'minina yevme yakumul hisab. Lillahi Teala el-Fatiha.
Aziz mehmonlarninki qimmatli vaqtini ajratib bugungi Zaydin Yusuf va Barin inqilobi to'g'risidagi atrofli muhokamaga qatnashganligi shundoqla ekran oldida o'tirgan qarindoshlarimizning vaqt ajratib bu muhokamamizni anglaganligiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Biz kelar qatimliq muhokamamizni ko'rsayli, hammamizningki muborak Ramazon oyi takrar muborak bo'lsin. Qilgan duolarimizni Cenab-ı Allah bize keltirip xalqimizga osonlik, ishonchlik bergay. Amin. Rahmat, xayr xo'sh, xushvaqt bo'linglar. Allah'a emanet.